Assalomu alaykum. Montessorichidan podkastining 3-soniga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan tayyorlangan muhit haqida gaplashamiz. Montessori tizimida tayyorlangan muhit degan narsa bor. Bizda bola muhitga adaptatsiya qilishdan tashqari, muhit ham bolaga moslashadi. Asosiy an'anaviy ta'limdan eng katta farqi meni fikrimcha aynan shu joyda. Ismim Muhammad Rasul. Siz Montessorichidan podkastining 3-sonini ko'rib turibsiz. Bu podkastda sizlar bilan Montessori yangiliklari, bitta Montessori falsafasiga oid mavzu va sizlardan kelgan savollarga javob va qisqa blitz savollarini ko'rib chiqamiz. Bugun sizlar bilan tayyorlangan muhit haqida gaplashmoqchiman. Tayyorlangan muhit o'zi nima? Maria Montessori birinchi bo'lib o'zini sinfini ochganida ko'rganki, bolalar uchun bo'lgan xona aslida bolalarniki emas. Juda baland stullar bor. O'yinchoqlar shunaqa joyda joylashganki, ularni bolalar bemalol olib joyiga qo'ya olmaydi. Ular qulflangan shkaflarda turadi. Baland joylarda turadi. Stullar uchun chiqib tushishga ham bolaga yordam kerak. Shunda Maria Montessori birinchi bo'lib Yevropada umuman ta'lim tizimida bolalarga moslab mebel jihozlarni ishlab chiqishni boshlagan. Qo'liga arra olgan va hamma stullarni kesishni boshlagan. Va bolalarning bo'yiga moslab muhit tayyorlagan. Va shu joydan boshlab tayyorlangan muhit degan tushuncha paydo bo'lgan. Bu tayyorlangan muhit bola uchun atrofdagi jihozlar, materiallar, insonlar bola uni rivojlanishi uchun harakat qiladigan bo'lgan. Va shuning uchun ham u tayyorlangan muhit deyiladi. Hozirgi kunda bilamiz, juda ko'p bog'chalarda, maktablarda stullar kichkina razmerda va bu har doim ham shunaqa bo'lmagan. To Maria Montessori kirib kelguncha bu narsa tasavvur ham qilib bo'lmaydigan ish bo'lgan. Tayyorlangan muhit Montessorida xo'p 3-6 sinfda ekan, bu faqat o'sha joydami? Yo'q. Maria Montessori 0 yoshdan boshlab to 18 yoshgacha bolalar hammasi tayyorlangan muhitda yashash kerak deb o'ylagan va uni izdoshlari keyinroq 12-18, 6-12 va 0-3 sinflarini tayyorlashgan. Hozirgi kunda tayyorlangan muhit quyidagicha qismlarga bo'linadi. Birinchisi bu Nido deyiladi. Biz hozirgi kunda namunada ota-onalar va bolalar klubi deb nomlab qo'yganmiz. Lekin asl italyancha nomi Nido deyiladi. Bu qush uyasi degani. Bu studiyada bola 1 soatga ota-onasi bilan keladi va to yurishgacha bo'lgan davrda uning uchun tayyorlangan muhitda yashab, o'rganib, rivojlanadi. Keyinroq bola toddler sinfda ishlaydi. Bu endi o'ziga ishongan holatda yura oladigan bolalarning sinfi bo'lsa, u yerda asosiy maqsad bolada fiziologik mustaqillikka erishish. Ya'ni bola o'zi ovqatlanishi, kiyinishi va hojatxonada mustaqil bo'lish. Va shundan keyin bola casa dei bambini, ya'ni bolalarning uyi deb nomlangan 3-6 sinfiga kirib kelishadi. 3-6 sinfida bugun biz aynan 3-6 sinfini ko'rib chiqamiz. Chunki men shaxsan 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar bilan shug'ullanganim uchun. 6-12 sinfi bor. Bu sinf endi mebellarni balandligi boshqa, materiallarni qiyinchiligi boshqa bo'ladi. Bu sinfda bolani intellektual salohiyati maksimum ochilishi uchun hamma sharoit yaratilgan bo'ladi. Chunki aynan bu davrda bola rivojlanishda shunaqa reasoning mind deyiladi, o'zbekchasiga mantiqiy ong degan davrda bo'ladi. Bola o'zi o'ylashni o'rganadi. 12-18 sinfi bo'lsa, bu ferma yoki mehmonxonalarda bo'ladi. Bu yerda 12 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar to'liqligicha xo'jalikni boshqarishadi. O'zlari narsa ekishadi yoki boqishadi, ularni olib chiqib sotishadi, pulini yana ishlatishadi. Akademik bilimlar to'xtab qolmagan holatda. Bu davrga ham yana qaytib o'tamiz. 12-18 shunaqa qiziqarli davrki, u yerdagi tayyorlangan muhitda, misol uchun mehmonxona bo'lsa,
Yerda qabulxonadagi resepsiyonistdan tortib menejergacha bolalarni o'zi bo'lishi mumkin. Bolalar misol uchun firma bo'lsa, o'zlari ekib, o'zlari sotib, o'zlari pul qilib, o'zlari uchun zaruratlarini qondirish uchun ishlatishadi. Shu darajada moliyaviy savodxonlikka bu yerda urg'u katta beriladiki, hattoki maktab budjetlarini ham boshqarishlari mumkin bo'ladi. Men juda ko'p qaytaradigan bitta misol bor. Yaqinda bo'lgan bu holat Polshadagi Montessori firmalaridan bittasida energetik inqiroz tufayli chiroq elektr energiyasining narxi oshib ketgan va juda katta chek kelganida bolalar ko'rib uni narxlarni ishlatgan xarajatlarga moslashtirib optimizatsiya qilishni boshlagan va o'sha katta tok oladigan narsalarni o'chirishni boshlashgan. 11 dan keyin chiroqni yoqmaslik va hokazo ishlarni qilishgan. Lekin bu yoqda inqiroz ketyapti-ku iqtisodiy. Bu juda katta ta'sir ko'rsatmagan va shunda bolalar qaror qilishganki, yo'q. Demak, biz quyosh panellariga o'tishimiz kerak. Shuning uchun endi pul yig'ishimiz kerak. Hisoblab chiqishsa, ulardagi bor pul umuman bunga yetarli emas. Shundan keyin ular ta'lim vazirligiga, davlat katta korxonalariga, shunaqa homiylik institutlariga, Erasmus degan misol uchun programma bor. U yerga Yevropa ittifoqiga chiqqan va butun maktabni to'liqligicha quyosh paneli bilan, elektr energiyasi bilan qoplab, hozirgi kunda aynan shu maktab o'sha bolalar tufayli, bolalarning chiqargan qarori tufayli bu hammasi boshidan oxirigacha o'qituvchilarning aralashuvisiz bo'lgan. Hozir to'liqligicha quyosh panellarida ishlaydi. Buni shunaqa qiziq tarafi borki, qayerdan pul topish mumkin, qayerdan kim bilan qanday gaplashish kerak. Misol uchun muzokaralar bo'ladi. Ularni qanaqa qilib o'tkazish kerak, grantlarni qanaqa olsa bo'ladi. Bularni bolalar yoshligidan o'rgangan. Bundan tashqari moliyaviy savodxonlik rivojlantirilyapti, biznes boshqaruv rivojlantirilyapti. Endi tasavvur qiling, bizda Montessorida bolalarga muammo kelsa, o'shani hal qilish yo'llarini o'ylash o'rgatiladi. Tasavvur qiling, kelajakda farzandingiz qanday bo'lishini xohlaysiz? Muammo keldi, siz qilib o'tiradiganmi yoki muammoni hal qilishga harakat qiladiganmi? Katta chek kelib qopti, to'la olmaydigan holat bo'lyapti, elektr energiyasini deb qilib o'tirish kerakmi yoki bo'ldi pul topamiz, quyosh panellarini o'rnatamiz deydigan bola tarbiya qilish kerakmi? Bu o'zingiz o'ylab ko'rsa bo'ladigan va izohlarda qoldirishingiz mumkin bo'lgan savol. Xo'p, endi 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan tayyorlangan muhit haqida gaplashamiz. Bu muhit uy muhitidan ozgina farq qiladi. Uy muhiti 4 ta qismga bo'lingan bo'ladi. Uxlash zonasi, ovqatlanish zonasi, aktiv zona va gigiyena zonasi. Bu misol uchun hojatxona bo'lishi mumkin, uxlash yotoqxona bo'lishi mumkin, ovqatlanish zonasi oshxona bo'lishi mumkin, aktiv zona bu alohida bolalar xonasi bo'lishi mumkin. Bu joylarda bolalarga maksimal darajada mustaqillik berilishi eng oson tushuntiradigan bo'lsam, tayyorlangan muhiti tamoyili hisoblanadi. Xo'p, endi biz professional Montessoridagi 3-6 sinfini ko'rib chiqamiz. Montessori sinfi 5 ta qismga bo'linadi. Bu amaliy hayot, sensorika, matematika, til va madaniyat. Amaliy hayot zonasida bolalar kir yuvish, supurish, tugma qadash, soch tarash, burnini qoqish, ovqat qilish kabi hayotda ko'rishi mumkin bo'lgan mashg'ulotlarni ko'radi. Bundan tashqari sensorika bor. Sensorikada biz dunyoga kalit beramiz deymiz. Bu bolani sezgi organlarini rivojlantirish, ularni o'tkirlash uchun zarur bo'lgan mashg'ulotlarning to'plami bo'lgan zona hisoblanadi. Undan keyin bizda madaniyat bor. Bu yerda biz tabiiy fanlarga birinchi kalitlarni beramiz. Bu fizikaga, kimyoga, biologiyaga, ozgina botanikaga, zoologiyaga, geografiyaga, ham siyosiy, ham tabiiyga va san'atga, tasviriy san'atga kalitlarni beramiz. Bundan tashqari bizda til zonasi bor. Til hududi bu yerda bola og'zaki nutqdan boshlab, to qo'lini tayyorlab, yozib, o'qish va undan keyin oxiri o'qish tahlil deymiz. Gapni analiz qilishgacha, tahlil qilishgacha borishadi. Bundan keyin bizda matematika bor. Matematika hududida bola 10 gacha sanoqdan boshlab to oxiri 7 xonali sonlar bilan 4 ta amal va
bir mahrajli kasr sonlari bilan 4-1gacha borishi mumkin. Lekin tayyorlangan muhit ikki qismdan bo'linadi. Birinchisi jismoniy, men hozir aytib turgan narsalarim, ikkinchisi ruhiy. Ruhiy qismida u bilan tayyorlangan katta odam, bu pedagog, o'rtoqlari, o'sha Montessori maktabga kirib kelgandan to chiqib ketgungacha bo'lgan har bitta odamni o'zini tutishi, gapirishi, u bilan muomala qilishi, munosabatga kirishi, oshxonadagi oshpaz, qorovul, administrator, hamma odamlarning unga bo'lgan munosabati kiradi. Va qanday qilib tayyorlangan muhitni oddiy sinfxonadan ajratib olsa bo'ladi? Bu quyidagi narsalar bo'lish kerak agar tayyorlangan muhitda bo'lsa. Birinchisi, harakatlarni koordinatsiyasini rivojlantirishga mos muhitda yaratilgan bo'lish kerak. Bu muhitda sinadigan narsalar bo'lish kerakki, bola ko'tarib yurganda muvozanatni saqlashga to'g'ri kelishi kerak. Bu muhitda shunaqa kichik motorikani rivojlantiradigan materiallar bo'lish kerakki, bola qo'li bilan aniqroq ishlashni o'rganish kerak. Keyingisi, tilni rivojlanishini yo'lga qo'yuvchi mashg'ulotlar. Biz aytganimizdek, mana orqamda ko'rinib turgan bo'lsa, og'zaki nutq uchun materiallar bor, keyin yozma nutq uchun materiallar bor. Bu yozish, o'qish kerak bo'ladi. Keyingi mashg'ulotlar bu mustaqillikni rivojlantiruvchi mashg'ulotlar hisoblanadi. Bola har bitta ishni qilib tugatganida o'zini ichidan men qo'limdan keldi degan yaxshi bir his o'tish kerak. O'shanda bu Montessori sinfi bo'ladi. Keyingisi, bolani sezgi organlarini, his tuyg'ularini o'tkirlashtiruvchi mashg'ulotlar bo'lishi kerak. Ya'ni mana yonimdagi material ham sensorik material hisoblanadi. Vizual sezgini rivojlantiradi. Bu yerda prizmalar va kublar orqali bola ko'zini rivojlantirishni o'rganadi. Ijtimoiy rivojlanish uchun imkoniyat bo'lishi kerak. Montessori sinfida, 3-6 sinfida. Ya'ni 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar aralash guruhi bo'lishi kerak. Nima uchun aralash guruh kerak? Buni keyingi sonlarda yana gaplashamiz. Aralash guruhida bola har xil rollarni o'zini boshidan o'tkazib ko'radi. Bola birinchi yetaklanuvchi, keyin roq bo'lsa yetakchi roliga o'tadi. Keyingisi, dunyoni tushunish uchun kerak bo'lgan kalitlar berilishi kerak bolaga. Bu geometriyaga kalit, bolalar shakllarni o'rganishi mumkin bo'lgan mashg'ulot. Bu fizikaga kalit, bolalar gravitatsiyani, magnetizmni o'rganishi mumkin bo'lgan mashg'ulotlar bo'lishi mumkin misol uchun. Xo'p, endi ba'zi e'tibor beradigan jihatlar bor. Montessori sinfini o'ziga xos taraflari desa ham bo'ladi bemalol. Montessori sinflari sodda bo'ladi. Orqamda ham ko'rib turibsizlar, hech qanday allambalo dizaynlar yo'q. Ko'zni chalg'ituvchi, odamni nima deydi, ko'zini o'ynatuvchi, misol uchun boshqa bog'chalarda multfilmlarning rasmlari bo'lsa, misol yoki yorqin ranglar, qizil, sariq, ko'k, bunday qarab turib o'ziga tortuvchi narsalar devorlarda kuzatilmaydi. Soddalik orqali bolaga haqiqiy estetikani, hayotni his qilish uchun ko'rsatiladi. Montessori sinflari tartibli bo'ladi. Hamma narsaning o'zini joyi bor. Bola olgandan keyin o'sha joy bo'sh qoladi. Shundan keyin bola qaytarib olib kelganda qayerga qo'yishni ko'ra oladi. Shu orqali doimiy tartib ushlab qolinadi. Bundan tashqari, Montessori o'qituvchilari har kunning oxirida sinfxonani tartiblab, tozalab ketishadi. Estetik chiroyli bo'lish kerak. Montessori materiallari shunday qarab turib, misol uchun orqamda oltin material turibdi. Qanday olgingiz kelmaydi? Juda jozibali. Men o'zi sizga men bilan ishla deb turadi. Aynan shu narsa, shu jozibasi, shu estetik go'zalligi Montessori tayyorlangan muhit materiallari uchun o'ziga xos jihat hisoblanadi. Va bu narsalar keyingi jihati real bo'ladi. Bizda noreal qahramonlar, qanaqadir multfilmlar, qanaqadir ertak kitoblar, bu narsalarni kuzatmaysiz. Chunki Montessori muhitini asosiy vazifasi bolani hayotga tayyorlash, bolani katta hayotga tayyorlash. Va katta hayotda bu narsalar bo'lmaydi. Bola shuning uchun ham o'zi aslida unaqa narsalarga ko'p qiziqish bildirmaydi. Sizlar bilan bo'lgan bo'lsa kerak. Endi xamir ishlab turgan paytingizda bola kelib xamir qilgisi kelib qoladi. Endi supurgisi kelib turgan paytda bola supurgisi kelib qoladi, changargisi kelib qoladi, yuvgisi kelib qoladi ishlarini.
Montessori muhiti aynan shuni qo'llab-quvvatlaydi va shu yondashuv bilan harakat qiladi. Va bu materiallar funksional. Nima degani bu? O'yinchoq emas bular. Qanaqa qilib tushuntirsam ekan? O'yinchoq bizneslarida yoki o'yinchoqlarning turini qarasangiz, o'yinchoqlar butaforiya degan turkumi bor. Butaforiya degani bu birorta haqiqiy narsani imitatsiyasi degani. Misol uchun, bitta choynak o'yinchoqni olsangiz, ichiga suv quysangiz, choynakning jumragida asosiy tanasiga teshigi bo'lmaydi. Shuning uchun bundoq qilsangiz quyilmaydi. Montessori Montessori mashg'ulotlarini asosiy jihatlaridan bittasi aynan funksionallik. U choynak bo'lsa, suv quyish kerak. U pichoq bo'lsa, kesa olish kerak. U bigiz bo'lsa, tesha olish kerak. Va bizda shuning uchun ham o'yinchoqlar yo'q deymiz. Haqiqiy materiallar, haqiqiy mashg'ulotlar qo'yilgan deb aytamiz. Va keyingi jihat bolalarning o'lchamida bo'ladi. Misol uchun, hech qachon 3 yoshli bolaga katta bakal berilmaydi. Uni ko'tara olmaydi, unda qiynaladi, suv ichish qiyin. Balki bola uchun tayyorlangan materiallardan foydalaniladi. Nurulloh, bitta material olib kelib bera olasizmi? Xohlaganingiz. Rahmat kattakon. Xo'p. Mana aynan choynak olib kelishdi. Xo'p, bitta bu choy damlash materiali. Bola buni ichida choy bo'ladi. Choyni ochadi, choynakka soladi, keyin choy quyadi. Mana qoshiq bor. Solib qo'ysa bo'ladi. Endi ko'ryapsizlar, haqiqiy narsa, lekin bola ushlashiga qulay. Bu juda katta emas va juda kichkina haligi o'yinchoq emas. Haqiqatda o'zingiz ishlatsangiz mumkin bo'lgan narsa hisoblanadi. Va e'tibor qiling, Montessori materiallarini ko'pi sinadi. Sinuvchi narsalar. Shisha mana ishlatilgan. Mana bu yerda chinni, Nimaga? Qizig'i? Chunki bola sinmaydigan narsani avaylamaydi. Avaylamas ekan bola, miyasi tayyorgarlik ko'rmaydi. Miyasidan qo'liga yaxshiroq ushlashim kerak, to'g'riroq harakat qilishim kerak degan signal bormaydi. Shu impulslar bo'lmagani, signallar bo'lmagani uchun bola ehtiyotsizlik bilan harakat qiladi. Va u bolani koordinatsiyasi, ya'ni kichik katta motorikasi o'sishi qiyinlashib boradi. Shisha materiallar bilan bola yoki chinni bilan bola ehtiyot qilishga majbur. Chunki u his qiladiki, bu nozik. Chunki ko'rgan o shishani singanini, sopolni singanini, chinnini singanini va bu tabiiy materiallar bolaga umuman boshqa his beradi. Esingizda bo'lsa, biz ko'p aytamiz, bola sensorik tadqiqotchi. Bola hamma narsani ushlab, his qilib ko'rib o'rganadi va bola har safar chinnini, metallni, shishani ushlaganda umuman yoki mana pukak bularni ushlaganda umuman boshqa hislarni oladi. Bu sensorik tajribasini oshirib boradi. Xo'p, bundan tashqari Montessori sinfidagi materiallar xatolarni nazorat qilish imkoniyatini beradi. Misol uchun, agar mana shu joyda men bundoq qo'ysam, nima bo'ladi? Bundoq qo'ysam, sachraydi, to'g'rimi? Sachraganda u choyni sachragani, to'kilgani ko'rinadi. Yoki men kam choy solib qo'ysam yoki ko'p choy solib qo'ysam, u ko'rinadi haqiqatda. Mana bu narsa xatolar nazorati deyiladi. Bola o'zini xatosini o'zi to'g'rilab keta olish imkoniyatiga ega. Montessori sinfidagi hamma material xatolarni nazorat qilish imkoniyatini beradi. Va buni uyda ham qilsa bo'ladi. Men shu paytgacha aytib kelgan narsalarim mashg'ulotlarni qanaqa qilib tuzishga sizlarga yo'l-yo'l bo'lishi mumkin. Xo'p, bundan tashqari yana bitta narsa bor. Montessori sinfida erkinlik va chegaralar bu tayyorlangan muhitni o'sha hissiy, ruhiy tarafiga kiradi. Sinfxonada o'sha juda ko'p erkinliklar bo'lish kerak va juda kam chegaralar va mas'uliyatlar bo'lish kerak. Lekin shu mas'uliyatlar, shu chegaralar haqiqiy va qat'iy bo'lish kerak. O'shanda haqiqatda tayyorlangan muhit ishlaydi, bolalar u joyda rivojlanadi va bolalar xotirjam va maksimal potensialni ochilishiga hamma sharoit yaratilgan bo'ladi. Xo'p, bugungi tayyorlangan muhit haqida gaplashganimiz shu edi. Uy tayyorlangan muhiti haqida yana bitta to'xtalib o'tishimiz mumkin. Biz Telegram kanalimizda 3 yoshgacha bo'lgan bolalarni uy muhitini
qanday shakllantirish kerak degan mavzuda gaplashgan edik. Bu haqida bemalol Telegram kanalimizda olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi sizlardan kelgan savollarga o'tamiz. Xo'p, savollarni o'qib ketaman. Savol kelyapti Muxlisa Jumayevadan. 3 yosh bolamni qo'lidagi narsani undan doim ruxsat so'rab olganmiz. O'yingohlarda bunaqa qilmaydigan tengdoshi, kattaroq agressiv bolalarga nisbatan yig'lash bilan javob qaytaradi. Boshqa usulda himoya qila olmaydi. Qachon, qanday qilib bunday do'stlarga moslashtirsak bo'ladi? Har xil bolalardan ibrat jamiyatga sog'lom qo'shilishi uchun. Maslahat beraman, Montessori muhitiga bering. U yoqda o'zini qanaqa himoya qilishni ham o'rgatishadi. Bu urib emas, balki o'zini chegaralarini to'g'ri, sog'lom qo'ya olishni o'rgatishadi. Misol uchun, aynan namunada bola o'zini narsalarini, misol uchun, olib qo'yatirgan bo'lsa, stop, menga yoqmayapti, meni ishimga tegmang deydi. Agar zo'ravon bola davom etaversa, uni kattaroq odamga yetadi. Agar misol uchun urush, jismoniy zo'ravonlik bo'layotgan bo'lsa, qochib o'sha kattaroq odamga sranso etiladigan holat bor. Endi bu lekin siz bittada o'rgata oladigan holat emas, chunki u ko'p konfliktlar bo'lish kerak. Bola o'rganib trenirovka qilish kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi savol Abduhamidovadan. Namanganda ham Montessori bog'cha kimdir ochmoqchimi? Bunday bog'cha ochish uchun nimalar qilish kerak va qancha mablag' kerak bo'ladi? Assalomu alaykum. Hozircha hech kim bizga Namanganda bog'cha ochish niyati bilan murojaat qilishgani yo'q. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, Kami Manager degan Telegramda akkaunt bor, unga yozsalar, bu akkauntda sizlarga to'liq javob berishadi va alohida ko'rishib, hamma masalada yordam berishga harakat qilamiz. Xo'p, keyingisi, nima uchun bolalar ota-onasiga erkalik va qaysarlik qilib aytganini qildiradi, lekin ustoz to'g'ri tushuntirsa, ularga quloq soladi? Wow, zo'r savol. Dilfuza Toshpo'latovadan kelibdilar. Xo'p, assalomu alaykum. Opa, nimaga bunaqa bo'ladi? Buni ko'p faktorlari bor. Misol uchun, birinchi faktor bo'lishi mumkin, bola o'qituvchi bilan umuman boshqacha o'zini tutadi. U jamiyatda tashqariga chiqqanini biladi, uymasligini va uyda uni erkaliklarini, uni isterikalarini ko'tarishlarini biladi va shuning uchun u shunaqa harakat qiladi. Bu birinchi omil bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bo'lishi mumkin, o'qituvchi, ya'ni bu yerda Montessori ustoz haqida gap ketyapti, chegaralar va erkinliklarni to'g'ri qo'ya olgan. Bu yerda tushuntirsa, to'g'ri tushuntirsa eshitadi deyapti, lekin ota-onasini eshitmaydi deyapti. Demak, qayerdadir chegaralar va erkinliklarda ota-onada muammo bo'lganki, o'sha narsani oqibatida bu yoqda hozir shunaqa holat bo'lyapti. Va bola biladi, o'qituvchi bilan qanaqa muomala qilish mumkin, nima qilsa, uni oqibati nima bo'ladi. Ota-ona bilan o'sha narsani bilmasligi mumkin va shu sababli qaysarlik qilayotgan, erkalik qilayotgan bo'lishi mumkin. Buni o'sha aynan bitta bolani ko'rib, kuzatib, o'sha orqali hal qilinadi. Xo'p, keyingisi, Montessori maktabga kelgan bolalarga boshida odatdagidan qat'iyroq turish kerakmi? Bizni professional kursimizda qanaqa qilib Montessori sinf ochish degan mavzu bor. Esingizda bo'lsa, o'sha konspektga qarasangiz, yerda javoblari keltirilgan. Ham ha, ham yo'q. Ya'ni qat'iyroq turish kerakmi desa, yo'q. Chunki o'zgarish kerak emas qat'iyligingiz. Doim qat'iy bo'lish kerak chegaralar, lekin erkinliklar har doim katta, kuchli, ko'p bo'lish kerak. Hop, keyingisi, Montessori ustozning ovozi toni qanday bo'lish kerak? Maria Montessori ustozni ta'riflaganda, u ko'rinmas, sekin va soft deydi-ku, yumshoq ovozda gapiruvchi deb tasvirlagan. Men maslahat beraman, ayollarda o'sha ovoz tonini mashq qilishi, internetda juda ko'p bu haqida mashqlar bor. O'sha deb gartanini rivojlantirish mumkin. U narsalar rosa ham yordam beradi. Sizni ovozingiz notasi qancha yuqorilashgan sari, shuncha bolalar kamroq sizni eshitishni boshlaydi. O'shaning uchun bu narsa bo'yicha internetdan qarab ko'rish kerak, ovoz mashqlarini. Xo'p, keyingi savol, gadjetlarning zarari haqida qisqa lekin aniq javob bering iltimos. Xo'p, nima uchun gadjetlar zarar? Juda qisqa javob, maksimal darajada qisqa javob berishga harakat qilaman. Montessorida biz 4 ta sohani rivojlantirishga harakat qilamiz. Aqliy, jismoniy, ijtimoiy va emotsional.
bola gadjetlar bilan multfilm ko'rib turganda yoki bu qanaqadir narsa ko'rib turganda shu to'rtalasi ham rivojlanishdan to'xtab turadi. Bola qimirlamaydi, shuni hisobiga jismonan o'smaydi. Bola boshqalar bilan gaplashmaydi, shuni hisobiga ijtimoiylashmaydi. Bola u multfilmlarda, boshqalarda yaxshi emotsiyalarni yaxshi ko'rsatib berilmaydiki, bola emotsiyani qanaqa boshqarishni o'rganmaydi. To'xtab turibdi hammasi. Balki orqaga ham ketyapti. Chunki telefonni olib qo'yganingizdan keyin qanaqa isterikalar bo'ladi, va aqliy. Ba'zilar aytadi, bolam nutqi rivojlanyapti, bolam ingliz tili o'rganyapti, bolam matematika o'rganyapti telefon bilan. Yo'q, unaqani u misol uchun oddiy imitatsiya bo'lishi mumkin, lekin multfilmlarda misol uchun gapirib turgan paytida nutq organlari qanaqa ishlashini bola ko'rmaydi. Bitta frame per second degan narsa bor, FPS. O'shani hisobiga og'iz ochiladi, yopiladi, ochiladi, yopiladi, ochiladi, yopiladi. Tovushni ishlab chiqarish bo'lsa juda murakkab, lekin bolaga shim-uchonga bo'lgani uchun oson, lekin murakkab hodisa hisoblanadi. Agar ota-ona shuni o'zi o'rgatsa, uni ta'siri 100 chandon yaxshiroq menimcha. Shuning uchun ham bola hamma tomonda rivojlanishni to'xtab turgani uchun zarar. Bu eng qisqa javob. Yana ketsa bo'ladi bu haqida gaplashib. Xo'p, keyingi savol kelyapti. Kelajakda bolalar katta bo'lishganda ham ularni atrofida Montessoridan chiqqan bolalar bo'lishmaydi. Katta ehtimol va reallik bilan qaralganda haqiqiy hayotda tazyiqlar, stresslar, depressiyalar bor. Bola yopilib qolmaydimi? Sizlarni bog'chalarda bunga qarshi immunitet hosil qilish uchun nimalar qilinadi? Zo'r savol bo'libdi. Rahmat kattakon, davomini o'qiyman. Bog'chada bola o'rtog'ini qo'lidan o'yinchoqni olib o'ynamoqchi bo'lsa, to'xta, birinchi o'rtog'ing o'ynab oladi, keyin sen o'ynaysan deb tushuntirasizlar. Adashgan bo'lsam to'g'rilaysiz. Lekin bu qoidalar faqat bog'chada ishlaydi. Ko'chada, ishxonalarda kuchli odamlar har doim xohlagan narsasini xohlagan payt oladi. Batafsil javob berishingizni iltimos qolaman, chunki bu men uchun juda muhim. Rahmat debdilar. Assalomu alaykum. Biz bolani katta hayotga tayyorlayapmiz. Bola stresslar bo'ladi. U tazyiqlarga uchraydi. Bola agar irodasiz bo'lsa, o'sha paytda chekinadi. Biz Montessorida namunada xususan bolani irodasi kuchli bo'lishiga harakat qilamiz. Bola boshqalarni zarari evaziga kuchayishiga emas, balki boshqalarning haqqini yemasdan ham kuchaysa bo'ladi. Biz aynan shuni o'rgatamiz. Chunki boshqalarning haqqini yeb, boshqalarning zarariga, o'sha siz aytayotgandek, xohlagan narsasini xohlagan payt oladigan odamlar baribir u hayot qaytar dunyoda baribir. Qachondir baribir chiqib ketadi. Boshqa tarafdan chiqib ketadi. U birovning haqqi birovda qolib ketmaydi, hech qachon qolib ketmaydi. Xususan men shunga ishonaman. Endi stresslarga keladigan bo'lsak, stresslar bor. Unga bola chidamliroq bo'ladi, qachon irodasi kuchli bo'lsa. Biz xohlaymiz 3-6 yoshli o'zida irodasini kuchaytirish. Bola to'g'ri ishni o'tgan safargi podkastimizda bor edi. Bola to'g'ri ishni o'zi xohlab qilsin. Endi bola xohlamasa, uni baxtli qilmaydigan ish qilmasin. Lekin uni baxtli ish qiladigan ish bo'lsa, oxirgi maqsad bo'lsa, qancha qiyin bo'lmasin, yetib borsin. Tushunyapsizlar nima demoqchiman? Iroda bolani xohlamagan ishini ham qilishiga majbur qiladi. Lekin qachon qilishga majbur qiladi? Qachon o'sha narsaga ishonsa, o'sha narsa to'g'riligiga ishonsa, o'sha narsa unga foydaliligiga ishonsa. Biz o'sha narsani o'rgatamiz. Foydali, foydasiz nima va irodani shakllantiramiz. Bundan tashqari biz bolalarga qanaqa qilib moslashib ketishni o'rgatamiz. Bu hozirgi kunda fluid intellekt deydi, adaptiv intellekt deydi. Bu narsa moslashib ketuvchanlik. Kelajakda muammo kelsa, moslashib, uni yechimini topishga harakat qilish bilan tugaydi. Stress bo'ladimi? Hozir bu yerda depressiya deb yozibsiz. Depressiya bu klinik holat hisoblanadi. Bu alohida narsa. Unga tazyiq bo'ladimi? Bola irodasi bo'lsa, o'sha tazyiqqa to'g'ri javob berishi biladi. Yo'q deyishni to'xtang, nima deyapsiz deyishni biladi. Kechirasiz, men sizni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, lekin siz bu joyda aytganingizni qila olmayman deyishni biladi. Ichida stержень bo'lsa, o'sha iroda bo'lsa, meni fikrimcha hayotda ancha yengil bo'ladi. Biz qancha katta muvaffaqiyatga erishgan odamlarni ko'rdik va hammasini birlashtiruvchi joyi
Ular juda irodali odamlar. Yiqilganda tura oladigan odamlar. Montessori'da aynan shuni o'rgatiladi. Endi bu yerda aytibsiz, birinchi bu o'rtog'ing o'ynab olsin, keyin sen o'ynaysan deb tushuntirasizlar adashmasam deb aytgansiz. Birovning haqqi birovga olib berilmaydi. Shundan keyin porani olmaydigan, bermaydigan odamlar tarbiya topadi. Tushunyapsiz-a? Biz xohlaymizki, bizni bolalar jamiyatni o'sha yadrosiga aylansin va ular shu orqali boshqalarga yordam bera olsin deb umidimiz bor inshaalloh. Xo'p, ko'chada, ishxonalarda kuchli odam har doim xohlagan narsasini xohlagan payt oladi degan gapingizga aytganimda javob har xil bo'ladi. U odamni zo'ravonlik bilan olishi misol uchun deb tasavvur qiladigan bo'lsak, har doim unaqa bo'lmasligi mumkin. Zo'ravonlik bilan olishi mumkinligini hisobga oladigan bo'lsak, u haq qolib ketmaydi. Xo'p, keyingi savol bu yerda kelyapti. Ilk Montessori bog'chasidan bolalar boshqa bolalar qilgan narsani qilishni yoki olgan narsani olishni yaxshi ko'radi. Buni qanday izohlaysiz? Buni taqlid degan insoniy tendensiya bor. O'sha deb izohlayman. Simbiotik tanlov yaxshimi yoki yo'q? Ham yaxshi, ham ba'zida yo'q bo'lishi mumkin. Iltimos, bolalarda qaror qabul qilish, tanlov qilishlari nimalarga bog'liqligini gapirib bering. Bu normalizatsiyaga bog'liq savol. Normalizatsiyani turlarini eslasangiz, u har bitta normalizatsiyani turida bolaga har xil tanlov beriladi. Chunki bolaning irodasi hali to'liqligicha shakllanmagan va to'liqligicha bola uzoq konsentratsiyada tura olmaydi. O'sha mavzuni qaytib o'qib chiqishingiz kerak deb o'ylayman. Xo'p, keyingi savol. Ikki teng yoshdagi o'rtoq bolalar bir-biri bilan tortishib qolganda kattalar tomonidan birinchi yordam qanday bo'lishi kerak? Har biri o'zini oqlashga, qilgan ishini sherigidan ayblashga urinishsa-chi. Xo'p, bolalarning yoshi kerak bunga. Iltimos, izohlarda bolalarni yoshini qoldiring. Keyin men sizga javob bera olaman. Keyingisi, meni bitta qizim bor. Birinchi postingizni kirib ko'rgandim, kanalingizga yoqib qoldi, lekin Montessori'ni nimaligini tushunmadim to'g'risi. Bu so'zni endi eshitishim. Bola 6 yoshdan 18 yoshgacha asosiy davri degan postingizni ko'rib kirgandim. Men lekin 6 yoshdan 18 yoshga asosiy davr debmanmi? Yaxshi eslolmadim, qachon bunaqa deganman. Lekin men ishonamanki, eng muhim davr 0 yoshdan 6 yoshgacha. Lekin 6 yoshdan 18 yoshgacha davr ham muhimligi pastroq emas. Bu eng muhimi, lekin 0.6 deb hisoblayman. Bu shaxsan mening fikrim. Montessori nimaligi bo'lsa, birinchi Montessorichidan podkastini birinchi sonida bor. Ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi savol Avazana Sabinadan kelyapti. Assalomu alaykum. Birinchi podkastingizda Samarqandda ham Montessori bog'cha ochilish haqida aytgan ekansiz. Qachon va qayerda ochilayotganini ayta olasizmi? Va alaykum assalom. Qachon va qayerdaligini hali bilmayman. Bu 2026-yilga to'g'ri kelmasligi ham mumkin, lekin Xudo xolasa yaqin orada bo'lib qoladi. Qayerdaligi bu Samarqand shahrida bo'ladi degan fikrda turibmiz. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Mana 1,5 yoshli qizim bor. Juda ko'p kindik kovlaydi. Yaxshilik bilan tushuntirib bo'lmadi. Qo'liga urib ham ko'rdim. Qo'rqarmikin deb zelonka qo'yib qo'ydim. Kovlamasdim ekan deb leykoplaster yopishtirib qo'ydim. Ro'mol bayladim. Pistonli kiyim kiygizdim. Baribir kavlashdan to'xtamayapti. Iltimos yordam beringlar. O'ziga zarar yetadi deb qo'rqyapman. Men bu savolga javob bera olmayman. 1,5 yoshli qiz. Bu meni yosh kategoriyamdan chiqib qolgan. Lekin men urushga bo'lgan pozitsiyamni hamma biladi. Bolalarni urish mumkin emas. Bolalarni o'yin maydoniga olib borgandan keyin ketish vaqti bo'lganda qanaqa usuldan foydalanish kerak olib ketish uchun? Ketmayman deb yig'lasa, xarxasha qilaversa, men nima qilaman? 10 daqiqa oldin aytaman. Bolalar 10 minut qoldi, 10 minutdan keyin ichkariga kiramiz. Keyin 5 minut qolganda yana aytaman. Bolalar 5 minut qoldi, endi kiramiz 5 minutdan keyin. Endi yig'ishtirishni boshlaymiz. Va yig'ishtirishadi. Keyin aytaman, bolalar 1 minut qoldi, keyin kiramiz. Keyin bolalar vaqt bo'ldi, endi kiramiz deb aytaman. Xuddi shuni sizlar ham qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari bola bilan kelishsa bo'ladi. Necha marta sirpanchiqdan uchganingizdan keyin, misol uchun, biz uyga kiramiz. 5 minutda, 6 minutda, 10 minutda. Mayli. Siz rozi bo'ling va qilsin va shunda ichkariga kiringlar. Eng oson, eng yaxshi
yengil yo'l shunaqa deb o'ylayman. Chunki bolalar tartibni yaxshi ko'rishadi, oldindan nima bo'lishini bilishni yaxshi ko'rishadi. Agar to'satdan birorta narsa kelib qolsa, ular xarxasha qiladi, yig'laydi, isterika bo'ladi. Oldindan tayyorlab borsangiz, bu narsani oldini olish mumkin bo'ladi menimcha. Endi blitz savollariga o'tamiz. Blitz savollarini har doimgidek Nurulloh o'qib eshittiradilar. Men tez-tez aniq javob berishga harakat qilaman. Xo'p, demak sizga 10 ta savol, 10 sekund vaqt har bittasiga. Birinchisi, boladagi agressiya bu xaraktermi yoki yordam so'rash? Yordam so'rash. Bola bilan tengdoshdek gaplashish kerakmi yoki kattalardek? Kattalardek. Nima qilishni bilayotgan kattalardek. Bolalar nima uchun yolg'on gapiradi? Intellektual rivojlanish davri kelgani uchun. Giperaktiv bola bu tashxismi yoki energiya? Tashxis. Bu shunaqa tashxiski na pedagog, na ota-ona qo'ya oladi. Buni nevropatologlar qo'yishi kerak. Bolani boshqa bolaga o'rnak qilib ko'rsatish mumkinmi? Solishtirish mumkin emas. Bola o'z hissiyotlarini tushunishi uchun nima qilish kerak? Siz hissiyotlarini gapirib, tushuntirib ketishingiz kerak. Mening bolam o'yinchoqlarini bermaydi. Bu baxillikmi? Har doim emas. Bu haqida oldingi podkastlarimizda gaplashgandik. Bolaga qachon erkinlik berish kerak-ku, qachon chegaralash kerak? Qachon o'ziga, boshqalarga, muhitga zarar qilayotgan bo'lsa, chegara qo'yish kerak. Bolaning yetakchiligi, liderlik qobiliyati qayerdan boshlanadi? Bog'chadan. Bolalar xonasidagi eng keraksiz buyum? Uydami? Ha. Necha yoshli bolaligiga bog'liq. Agar misol uchun 1 yoshligacha bo'lgan bola bo'lsa, misol uchun katta bo'yni baland kravatlar bor. Qafasga o'xshaydi. O'shala 3-6 yoshli bola bo'lsa, u yoshidan men bolani oddiy xonasini tasavvur qilolmayapman hozir. Men shuning uchun yomon bo'lyapti kerak. Lekin agar rostdan kichkina bola bo'lsa, baland, o'zi chiqolmaydigan kravatlarni juda eng katta, hatto eng yomon narsa deb o'ylayman. Bolaga oshxonada pichoq berish jasoratmi yoki xavf? Bolaga oshxonada xavfsizlikni o'rgatib, keyin pichoq beriladi. Uydagi o'yinchoqlar ko'pligi yaxshimi yoki kamligi? Kamligi yaxshi. Bolaga shaxsiy hudud necha yoshdan kerak? Tug'ilgandan boshlab kerak. Uy yumushlariga bolani qanday jalb qilish mumkin? Bolani jalb qilish shart emas, shunchaki imkoniyat bersa bo'ldi. Bola o'zi tabiatan bu narsalarni yaxshi ko'radi. Devorga chizilgan rasmlar jazolashmi yoki devorni qog'oz bilan qoplash? Bolaga qog'oz berish. Bolaga qog'oz bola yetarlicha katta malbert, katta qog'oz bo'lmagani uchun devorga chizishni boshlaydi. Montessori hududini yaratish qimmatga tushadimi? Uyda. Uydami? Juda arzon. Dadasi duradgorlikdan sal xabari bo'lsa, bilmayman, suv tekin bo'ladi. Uydagi o'yinchoqlarni necha kunda almashtirib turish kerak? 2 haftalar yaxshi. Lekin bu nima deydi? Tosh qo'yilmagan. 1 oyda almashtirsa ham bo'ladi, 2 oyda almashtirsa ham bo'ladi, har hafta almashtirsa ham bo'ladi. Bu haqiqatda bolani o'ynashiga, qiziqishiga bog'liq, bolani kuzatish kerak bo'ladi. Planshet va telefonlar zamon talabimi yoki rivojlanish dushmanimi? 6 yoshgacha bolalarga telefon bermagan ma'qul. Men shunaqa deb hisoblayman. Kinetik qummi yoki oddiy tuproq? Oddiy tuproq. Nozik motorika nima uchun bunchalik muhim? Chunki bu yerda miyani stimulyatsiya qiladigan nerv tolalari mavjud va bola qancha yaxshiroq qo'lidan foydalangan sari shuncha miya yaxshiroq ishlaydi. Plastilinmi yoki xamir? Xamir. Aytgancha Telegram kanalimizda xamir retsepti bor, bemalol olishinglar bo'ladi. Lego Montessori qoidalariga to'g'ri keladimi? Agar uyda bo'lsa. Bolaga qimmat o'yinchoq olib bergandan ko'ra tashqarida hovlida o'ynatgani yaxshi. Ertaklarmi yoki hayotiy hikoyalarmi? Hayotiy hikoyalar. Xo'p. Muhammad Rasul aka, shu bilan blitz savollarni yakunlaymiz. Hammaga katta rahmat. Shu joygacha ko'rib tugatganinglar uchun va izohlarda o'zingizlarning fikrlarni qoldiringlar. Biz har safar to'g'ri borishga harakat qilamiz. Faqat uning uchun sizlar to'g'ri, noto'g'ri ketayotgan taraflarimizni aytib o'tishinglarni so'rardik. Hammaga rahmat.